Bir qarasangiz, Ronaldoning 40 yoshda ekanligi va Messining ham faoliyati yakuniga yetib borayotgani haqiqatga aylanmoqda. Kecha maydonda yulduzdek porlaganlar bugun sekin-asta sahnadan ketmoqda. Bolaligimizdagi ko'chadagi kulgilar, oddiy shodliklar esa faqat xotiralarda yashayapti. Kimdir bizni yuragida saqladi, kimdir unutdi. Kim bilandir orzular qurilgandi. Bugun ular boshqasining qo'lidan tutib yuribdi. Vaqt hech kimni kutmaydi. Odamlar hech kimni kutmaydi. Biz orqaga boqamiz, lekin hayot esa oldinga qarab yuraveradi. Hayot bir lahzalik kino, takrori yo'q. Bugunning qadri har qanday oltindan qimmat. Kelajak haqida o'ylash kerak. Ammo bugungi kuni yo'q odamning ertangi kuni ham yo'q. Yaqinlaringizni quchoqlang, mehringizni yashirmang. Kechirim so'rashingiz kerak bo'lsa, bugun so'rang. Chunki vaqt hech kimga qarab ortga qaytmaydi. Yashang, zavqlaning, qalbingiz bilan bo'ling.